Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz to'qir ustakalarga bag'ishlangan. Ular bilan tanishib chiqamiz. Hasan, mana shu to'qirlik ishlar bilan ishlab kelayotganingizga qancha bo'ldi? 15 yil, xudo xohlasa. 15 yil bo'ladi mana shu taqdirli ishlar bilan ishlab yurganimizga. Bu kasb otamdan o'tgan. Yaxshi. Hunarni o'zim yaxshi ko'rib o'rganganman. Otamdan olganman. Otam ham hozir ham ishlaydi, birga ishlaymiz. Ishimni yaxshi ko'raman. Ertalablari shoshib kelaman shu ishga. Shu ustalarning hojatini chiqarish uchun. Ustalarning hojatini chiqarish uchun. Ustalar bilan ishlayman. Hamma ustalar o'zimiz tanish bo'lib ketgan. Ular ham usta, biz ham usta. To'ppa-to'g'ri. Chunki ularning ham ishi nozik, bizaniki ham ishi nozik. Ko'rdim, karnavallarni rastochka qilar ekansiz. Mana shu ish jarayon paytida shu usta akalarimiz bilan yoki mijozlar ham olib keladi-yu har xil detallarini. Bir qanaqandir mojaro deydimi, yo bo'lmasa hammasi normalmi? Qanday? Ish bo'yicha masalan motoristlar hammamiz tanish o'zi. Chunki hech qanaqa muammo bo'lmaydi bizada. Hamma bizga ishonib keladi birinchidan. Ishonchimizni oqlaganimiz uchun biz bir-birimiz bilan aka-uka bo'lib ketganmiz. Ustalar bilan ham klientlar hammasi begona emas. Hammasi o'zimiz tanish. O'zlari xohlagandek nima so'rasa qilib beramiz. Qo'limizdan kelgancha xillari ekspressga so'rashadi. Hal qilib beramiz. Atak hech qanaqa muammo yo'q ustalar. Klientlar bilan muammo bo'lmaydi. Bo'lmagan. Rahmat Hasan, ishlaringga omad. Sog' bo'ling. Rahmat.